Salom do'stlar, bugun yana men. Bugun biz uy olamiz. Ancha pul yig'ib qo'ydim ham hozir. Voy, creeper portlatib ketibdi-ku. Bu tomon bilan yuramiz. Bugun biz uy olamiz. Voy, suv bilan turli olaman. Endi what the fuck, eshik o'zi bor ekan. What? Suvga tushib ketyapman ko'p. Mana bu uyda biz olamiz, sotib olamiz. Ko'rdilarmi, bu yerda suratlar bor, obdashadiy suratlar. Bu uyda men endi ko'rishim, qishloqdan sotib oldim bu uyda to'g'rirog'i. Nimalar borligini endi ko'raman. Padol. Zo'r narsalar. What the fuck? Xona bor. What the almost? What the fuck? Ko'p narsalar bor ekan. Bularni qishloqqa olib ketmadi. Shu narsalar bilan menga 200 stak olmosga sotdi. Yana 100 stak narsa berdim, chunki anaqalari olmosdan ekan. Menda ba'zi joylari keladilar yozib qo'yibdi. Wow. O'zi boy bo'lib men 300 stakka sotdim. Chunki bu hozir men bu uyni ta'mirlab endi chiqyapman. Bu o'zi yomon ahvolda edi. Men bu uyni ta'mirladim. What the fuck? Do'stlar, bugun mening do'stim Steve ishga ketdi. Faqat ertaga yo indiga qaytishi mumkin ekan. Chunki ishda ta'tilga ketishadi-ekan. Ishga ta'til ekan. Shuning uchun do'stim ketdi. Men ham borardim. Uyda ishlari bor edi. Men ham bitta joyda ishlaymiz do'stim bilan. Afsuski do'stim bilan men birga ketolmadim. Xafa emasman. Buning orqali bu uyda yana ko'rsatishim mumkin. Zerikib ketdim o'zim. Do'stlar, bugun sizlar bilan nima qilishim mumkin? Bahsda cho'mlamizmi? What the fuck? Ne bo'layapti? Maza. Hop. Maza qildim. Valla haqiqiy suvda cho'milib ko'ramiz. Hop. Hop. Dap. Hop. Suvda cho'milish vasham qiyin. Bir yere bir turib ko'ramiz do'stlar. Hop. Ba.
Do'stlar, sudda cho'milish qiyin. Men hozir ham suzdim, ham nafasim ushlab turdim. Shuncha qiynaldim do'stlar. Qishloqqa endi Stiv do'stim qachon keladi? Qishloqqa ham kamiga ketgan. Mer qishloqni ish bilan bir joyga olib ketgan. Men merdan ish oldim, qilaman hozir. Makda dushmanlarimiz urushib qo'ygan. Men shu anaqalarni tuzatishim kerak. Voy. Hoppa, Xudoy. O'ylanib qoldim do'stlar. Hozir men bu yerga narsa qo'yishim kerak. Buni yeb qo'ysam. Do'stlar, bu uyda ham ancha ta'mirlash kerak o'xshaydi. Bu qaysi uyga esimda yo'q do'stlar. Ba'zi kriperlar yomon portlatadi, ham dushmanlarimiz ko'p ekan. Hozir men uy qurishga harakat qilaman. Bu uy qaysi uyligini to'g'risi. Ha, bo'ldi, men bu uy qaysi uyligini esladim. Hozir u uyga o'xshatishga harakat qilolmasam kerak. Harakat qila olaman. O'sha anaqa buzilib ketibdi bu uy. Qayerdan suv chiqyapti? Sal boshqacharoq qilib qurishim mumkin bu uyda. Birga bir kopiya qilolmayman, do'stlar, xafa bo'lmanglar. Qishloqqa ham ketib qolar. Kechqurun ham tushib qoldi. Do'stlar, nimaga biz bu yerda ish qilishimiz kerak? Chunki bu yerga yaqinda prezident kelar ekan. Hamma joyda chiroyli qilishimiz kerak. Prezident mukofot berishi mumkin. Prezident hamma qishloqlarni ko'radi. Bu 13-qishloq
uyga suv bosdi. Chunki bittanaqa qamoqdan qochib, uning ismi Nigit qamoqdan qochib TNTlardan qasiydi ekan. U TNTlar faqat TNT shunaqa narsalar sotuv bilan shug'ullanar ekan. U TNTda to'fonga qilib boyib ketaman, bu TNTlar sotaman deb to'fonda anaqa qildi. Shuncha hamma joy qo'yib ketdi. Bu yerda eng boy odam kimligini bilasizlar? Mer va men, ikkinchi o'rinda men. Chunki mer bu yerda eng ko'p anaqa pul oladi. Biz avvalgi merimiz sotqin emas endi anaqa. Nima desam bo'lardi? Yomon bo'lgan, yovuz bo'lgan. Bizni pullarimizni shilgan. Nima bo'ldi, pul beringlar, yuguramiz, yangi narsalar qilamiz deb avvalgi merimiz. Unda yangi merimiz meni do'stim qishloqni dadasi. Meni avvaldan bitta gap bor ekan shu qishloqda, 13-chi qishloqda. Bu yerda qanaqadir sirli xazina bor ekan. Ashuni topgan odam boyib ketar ekan. O'ta ham boyib ketar ekan. Shu qishloqqa bekitilgan ekan u xazina. Faqat uni xaritasini alohida topish kerak, o'zini alohida topish kerak ekan. Xaritasi boshqa joyda, o'zi boshqa joyda ekan. Xaritasini birinchi topish kerak ekan, bo'lmasam topa olmaysiz ekan. Hozir men nima olib uxlayapman. Bo'ldi, turdik. Hozir biz faki olamiz. Faki qayerda? Faki qayerda ko'rdim. Mana bu to'nkaga zamonaviydan qo'yib qo'yamiz. Shunday turursa endi yetadi. Zombie biz what the fuck? Bu men qutqargan bunaqami? Bu yovuz ekan. Men buni men yaxshi deb qutqardim. Zombiga aylanibdi. Men uni avvalgi videoyimda adda turadigan, men uni qutqarishga harakat qilib ham qutqardim. U o'zi yovuz odam edi, yovuz qishloqqa. Qishloqlar yaxshimikan? Salom qishloqi. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi ish qilyapsizlarmi, qilmayapsizlarmi? Merida ko'rmadingmi? Yo'q. Xo'p, yaxshi. Yaxshi. Rahmat qishloqi, yaxshi. Isming nima edi qishloqi?
Sengo'midi? Sengo. Ha, Sengo. Bo'pti, yaxshi qol. Görüşürüz. Bye. Salom Chiko, yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Nima deysan? Borzi. Ha, hayolga berilib ketibman. O, Chiko, nima deyatding? Yaxshimisan? Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'lib ketdi. Tuzimsan? Ha, tuzimman. O'zing yaxshimisan? Uyim buzilib ketdi deydi. Uy olaman deydi. Uy oldingmi? Ha, oldim. Chiko, ko'rsataymi? Mana uy meniki. Mana. Borzi? Chiko, mana uy meniki. Og'zim ochilib ketdi. O, vashib zo'r ekan uy. Bizga ham nasib qilsin. Buni necha pulga olding? Borzi? Men buni 300 stak olmosga oldim. To'g'ri, 400. Hop, yaxshi, vasha qimmatga olsan. Yaxshi. Bo'pti, Borzi. Ko'rishamiz. Bo'pti, Chiko. Anaqaga taklif qilaman uyimga. Kelishasanlarmi? Hey, sen gapiryapman. Kelishasanlarmi? Bo'pti, xayr. Bugun men shamolladim, menimcha. Do'stlar, like bosinglar, like. Sizlardan bitta like ishtimamas, do'stlar. Bir dona like bosinglar. Obuna bo'lishni unutmang. Aytganda qo'y. Turagini. Ko'rsamchi. Do'stlar. Kim bilan o'ynasam bo'larkan? Why? What the fuck? Do'stlar ko'rinmayapti. Kelishmadimikin merlar? Mer keldimikin, kelmadimikin so'rash kerak. Hozir men narsa kerak edi menga. Avvalchi Chiko, mer kelganini bilmadingmi? Yo'q, bilmadim. Senchi? Men ham sendan so'ramoqchi edim, esimdan chiqib qolibdi. Ha, bo'pti unda Chiko. Bo'pti. Mana uy yaxshi uy. Oldin men shu yerda yashaganman. Keyin menga pul kerak bo'lgan bu yerda sotdim. Keyin 2 kun bema'ni uyda yotdim. Keyin ana uyda yotdim. Chunki bu uyda yashayotganimda konga borib, kondan narsalar olganman, ishlab, keyin bu uyni sotganman, keyin do'stim bilan qarz olganman. Endi keyin mana uyda yashab turganman vaqtinchalik. Men shunaqa uyda bittasida yashab turganman. Qarzim berishim kerak Chikoga. Chiko desdan chiqdi shekilli, mendan so'ramadi qarzini. Men kerak emasmi shunday qo'yib turib. Bu uyda oldingi egasi sotgan ekan bu uyni, zo'r shinam uyda. Yo'talib qoldim do'stlar. Uzr so'rayman. Pasonni men shekilli pullardi. Bu yerda pulim bor ya, yo'g'inglar qaytdi-da. Mana
İyi bana el. Ondan olsa. Birlikte. Ben bu pullarını çıkıyor gerek. Dostlar benim yeteneği topladım. Yeteneği dostum friend'ti esimga tushib ketdi. U ko'rgan joyga fakellar chiroqlar qo'yib ketardi. Balkim kelgandir. Chikka to'xta. Chikka men sendan qarzim bor edi. Mana 3 stak olmos mana. Rahmat sen qarz berib turganing uchun. Rahmat sen kimsan-ku? Bo'pti do'stlar, bugun yana hammasi ham tugadi. Keyingi videolarda ko'rishamiz.